Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil matematika variantlar to'plamining 7-variantini tahlil qilamiz. Demak, birinchi savol: agar a kvadrat teng a plus 2 bo'lsa, a ni 4-si plus 9 taqsim a kvadrat plus 1 ifodaning qiymatini toping. Bu yerda oldin biz hammasini tengdan bir tarafga o'tirib olib kvadrat tenglamani ishladik va a teng 2, a teng minus 1 chiqdi. Ifodaga 2 ni olib qo'ysak 5 chiqdi, minus 1 ni olib qo'ysak ham 5 chiqdi. Demak, ifodaning qiymati 5 ga teng ekan. Ikkinchi, mingdan katta bo'lmagan va 5 ga bo'lganda qoladigan natural sonlar nechta deyapti. Bu yerda agar 5 ga bo'lganda qolmasa 5 dan 2000 gacha 200 ta bo'lar edi. Bir qolgani sababli 0 dan emas 1 dan boshlaymiz va 1 dan 996 gacha. Bu yerda ham 200 ta natural son bor. Demak, 3-savol hisoblang deyapti. Bu yerda 19 minus 1 ni 1 taqsim 19 plus 1 deb yozdik va so'zda davom etdi. Demak, buni soddalashtirsak 10 ning 9-si, bu yerda 18-si suratga chiqib ketadi va ko'rib turibsizki, birinchi bilan oxirgining yig'indisi 1 ni, ikkinchi bilan oxirgi ikkinchini yig'indisi ham 1 ni va o'rtadagi 10 ning 0-si plus 1 bo'lib, bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan hammasi bo'lib 10 ning 9-si 10 ning 1-siga 9 ta ekan. 9 tasi ham 1 bo'lsa, 9 plus 1 taqsim 2 9,5 ga teng. Bu ham javobga teng, to'g'ri keladi. 4-savol: umumiy daftar bahosi oldin 20%, keyin 90 so'mga arzonladi. Daftarning dastlabki bahosini toping. Daftarning dastlabki bahosi x so'm bo'lsa, oldin u 20% ga kamaysa, keyin 90% ga kamaydi va uning puli natijada 750 so'm bo'ldi. U holda tenglamani yechsak, bizlarda daftarning oldingi bahosi 1050 so'mga teng bo'lar ekan. 5-savol: ushbu sonlar orasida nechta murakkab son bor? Murakkab son bu tub son emas, birdan va o'zidan boshqa bo'luvchiga ega bo'lgan son. Bu murakkab son 80 murakkab son, chunki u 2 ga ham bo'linadi, 4 ga ham bo'linadi. 97 murakkab emas, tub son, chunki 97 faqat o'ziga va 1 ga bo'linadi. 201 murakkab son 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisidan bo'lsa bo'ladi. 147 ham 3 ga bo'linadi. 1001 7 ga bo'linadi. 961 31 ga bo'linadi. 91 7 ga bo'linadi. 289 17 ga bo'linadi. Demak, bu yerda 109 hech qaysisiga bo'linmaydi. O'zidan boshqa va birdan boshqa. Demak, 109 murakkab emas, tub. Demak, sanasak 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan. 7 ta murakkab son bor ekan. 6-chi, ko'p xatning ozod hadini toping. Birinchi qovusning ichini ozod had yoysak 1 ga teng, ko'paytirsak buni ozod hadi 8 ga teng. 1 ga 8 ni ko'paytirsak 8, ozod hadni ko'paytirsak ozod had hosil bo'ladi faqat. Shundan buni ozod hadi 1 ga teng, 8 ni 1 ga ko'paytirsak 8 plus x minus 1 ning 2000-sini ham ozod hadi 1 ga teng. Bu yerdan ham ozod hadini qo'shsak va 17 ozod hadini qo'shsak, natijada bizda 26 hosil bo'ladi. Bu ham javobga to'g'ri keladi. 7-chi, 1 taqsim x plus x teng 3 bo'lsa, x ning 4-si plus x ning kubi plus x minus 1 ifodaning quyidagilarning qaysi biriga teng bo'ladi deyapti. Oldin biz 1 taqsim x plus x kvadratni ikki tarafdan kvadratga ko'tarib berdik va bizlarda bu yerda maxras tenglab yuborsak x ning 4-si plus 1 taqsim x kvadrat teng 7. Bu yerda x ning 4-sini topsak 7x kvadrat minus 1. Demak, bu ifodagi x ning 4-sini o'rniga 7x kvadrat minus 1 ni olib kelib qo'ydik va ifodadan ikkitasidan x ning kvadratini chiqarib yubordik. Bizda x plus 1 taqsim 2 bu 3 ni beradi. 7x kvadrat minus 2 plus 3x kvadrat teng 10x kvadrat. 10 ni qo'shib 10 ni ayirdik. Yana minus 2. Demak, chunki bu yerdan ikkalasidan 10x ni chiqarsak, bizada 10x plus
Köpeğe x plus 1 taqsim 2. Bu x plus 1 taqsim 2 belirlishga ko'ra 3 ga teng. Demak 30x minus 12 chiqar ekan. Bu C javobga to'g'ri keladi. 8-savol tenglamani yeching. X ning ikkisinchisi teng 3125. Bu yerda 5 ning 5-inchisi faqat 3025 ga teng. Demak bu yerda x teng 5. Bu ham C javobga to'g'ri keladi. 10 kishi sinfda bitta sarda va bitta sarda yordamchisi necha xil usulda tanlash mumkin? Kombinatorika. Bu yerda 90 ga teng. 10 kishini ikkita guruhdan takroriy tanlash 90 ga teng. Keyingi 10-savol 1 dan 124 dan katta bo'lmagan natural sonlar ichida 4 ga bo'lganda 4 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydigan sonlar nechta deyapti? Agar bu yerda 4 ga ham 9 ga ham bo'linsa 36 ga bo'linadi. Demak bu yerdagi sonlar 36 ga bo'linmasligi kerak. Bu holda 36 ga bo'linmaydigan 124 ning ichida 36, 72, 108 sonlari bor. Bu holda 1 dan 124 gacha 4 ga bo'linadigan sonlar yig'indisi jami 31 ta. U holda 31 dan 36 ga bo'linmaydiganini ayirib tashlasak, demak bizlarda 28 ta qolar ekan. Keyingi 11-savol ko'p xatni x plus 2 ga bo'lgandek qoldiqni toping deyapti. Biz oldin mana bu ikki ifodadan x ni 2013-sini chiqardik va bu yerdan ham 4x plus 2 plus 3 deb yozib oldik. 11 ni 8 plus 3 deb. Bu holda bizda mana shunday ifoda keldi. Demak buni biz x plus 2 ga bo'lganda 3 taqsim x plus 2. Demak bizlarda qoldiq ko'rinib turibdiki 3 ga teng. Bu ham C javobga to'g'ri keladi. 12-savol har yili ishning maoshi 2 marta oshdi. Birinchi gal 10% ga, so'ng 15% ga. Agar u 4 million so'm oylik oladigan bo'lsa, 2 yildan so'ng necha so'm oylik oladi? Bizlarning hisob-kitobga ko'ra bu 6 million 400 ming 900 so'm chiqdi. Demak, lekin bu yerda bu javob yo'q. Biz birma-bir hisobladik. Mana masalan, birinchi yil 10% ga, ikkinchi yilning yarmida yana 15% ga, ikkinchi yil 10% ga oshdi, yana ikkinchi yilning yarmida 15% ga oshdi. Natijada 6 million 400 ming 900 so'm bo'ldi. Lekin nimagadir bu yerda javobda yo'q. 10-savol bo'lganda qoldiqni toping. 6 ga bo'lganda qoldiqni toping. Bu yerda 0 faktorial taqsim 0 faktorial, 0 faktorial 1 ga teng. 1 ning birinchisi 1 faktorial taqsim 1 faktorial 1 faktorial 1 ga teng. 2 faktorial 2 ga teng. Bu yerdan 3 faktorial 6 ga teng. Demak bizlarda hosil bo'ldi. Bu ifodani biz 6 ga bo'ldik. Natijada bizda qoldiq qolmadi. Qoldiq 0 ga teng. O'xshash ko'pburchakda tomonlar nisbati 4/5 bo'lsa, S1 ni toping deyapti. O'xshash burchakda tomonlarning nisbatining kvadrati yuzalar nisbatiga teng. Formuladan foydalansak, S2 ni S1 olib ifodaladik va S2 o'rniga S1 ni olib kelib qo'ydik. Bu yerda S1 ni topsak 82 ga 182 ga S2 32 ga teng bo'ldi. Demak S1 bizlarda 82 ekan. Bizlarda S1 32 ga teng bo'ldi. Bu yerdan keyingi savol 15-savol. Bu yerda hisoblash kerak ekan. Biz suratni ham mahrajni ham kub ildizosi 4 plus 1 ga ko'paytirib yozsak, bu yerda kub ildizosi 4 ning kubi plus 1 va bu kub ildizosi 64 plus 1 bu yerdan 5 chiqadi. Demak 5 bilan 5 qisqardi. Bizda kub ildizosi 4 plus 1 qoldi. Bu ifodani hisoblasak mahrajni irratsionallikdan qutqardik va bizlarda
kosinus izzos 7 plus 4 ga teng bo'ldi. Endi o'rniga borib qo'ysak, bizlarda javob 1 chiqdi. Demak, keyingi savol 16-savol. Ko'p xatning eng kichik qiymatini toping deyapti. Bu yerda biz 2 kvadrat plus 2 kabi soddalashtirish uchun shu ko'rinishga keltirdik va bu yerda bu a minus 2 buni kovus kvadratini beryapti. Bu ikkisi minus 3 ni kovus kvadratini beryapti. Bu yerda faqat kovus kvadrat için 0 bo'lsagina ifoda eng kichik bo'lib, ozod xat 7likdan 7 ga teng bo'ladi. Bu ham shu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol, qismada 3 burchakning a uchidan chiqqan balandlik bilan a b tomon orasidagi burchak qatanginasini toping deyapti. A uchidan chiqqan balandlik bilan a b tomonning orasidagi burchakni toping deyapti. Bizlardan bu burchakni so'rayapti. Bu yerdan bu teng yonli ko'rinib turibdi. Teng yonli balandlik ham mediana ham sektirsa bo'ladi. Demak, mediana bo'lsa tomonlik teng 2 bo'ladi. Bu yerdan bir birligini ko'rish mumkin. Birlikka teng. Balandlik 1 dan 4 gacha 3 ga teng va qatanginus alfa qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbati 3 ga teng ekan. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol, quyidagi formulalardan noto'g'risini aniqlang. Birinchi savol to'g'ri. Ikkinchi savol, rombning yuzi d1 ko'paygan d2 emas, 1 taqsim 2 d1 ko'paygan d2. Konusning yon surati pier bu to'g'ri. Demak, bizda faqat ikkinchisi noto'g'ri. Endi javobga to'g'ri keladi. 19-savol, berilgan tengliklardan nechtasi doim to'g'ri? Birinchisi hisoblaydigan bo'lsak, sonning butun qismining kvadrati bilan sonning kvadratining butun qismi tengmi deyapti. Bu yerdan sonning kasr qismining kvadrati bilan sonning kvadratining kasr qismi tengmi deyapti. Bu yerda ham teng bo'lmadi. Bu yerda bu ifodada sonni butun qismini bu yerda keltiramiz. Bu ifoda ham to'g'ri. Sonning butun qismining kasr qismi ham 0 ga teng, sonning kasr qismining butun qismi ham 0 ga teng ekan. Bu ham to'g'ri. Sonning kasr qismining kasr qismi ham kasr qismi teng. Bu ham to'g'ri. Demak, sonning kasr qismini minusdan chiqarsa, bu ham to'g'ri. Demak, bu yerda faqat birinchi va ikkinchisi noto'g'ri, 4tasi to'g'ri ekan. Keyingi savol, agar a b plus bo'lsa, a kub plus b kub plus c kubni toping. Biz a plus b minus c deb belgilab oldik. U holda a plus b ning kubi minus c ning kubiga teng. Bu yerdan ko'rib turibmizki, uni bir tarafga o'tirib a plus b minus c ligidan a ning kubi plus b kub minus 3a b c hosil bo'ldi. 3a b c'ni tengidan bu yoqqa, minus c ning kubini bu yoqqa o'tirsak, bizda a ning kubi plus b ning kubi plus c ning kubi teng 3a b c. Demak, a kub plus b kub plus c kub 3a b c ga teng ekan. Bu ham shu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol, hisoblang deyapti. Buni 2 ga ko'paytirsak, demak, buni a buni desak, a minus b ning kovus kvadratini beryapti. Bu ham hisoblasak 18 ga teng. Bu sir javobga to'g'ri keladi. Sir javobda bir qolib ketgan. Keyingi savolda bo'lsa, ifodaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Bu yerda 4 minus 4 dan 4 olarak, y esa x minus 4 dan 4 olarak, y esa 1 olarak ifodaning eng kichik qiymati bo'lishi uchun ayrilayotgan ifoda eng kichik bo'lishi kerak. Ayiruvchi esa eng katta bo'lishi kerak. Bu holda bizda eng kichik qiymat minus 14 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol, tengsizlikning nechta buta yildizi bor? Minus 1 tengdan bu yoq tengsizlikdan bir tarafga o'tirsak va mahraj tengladik. Demak, bizda 1/2 aralik 1 kirmaydi. Demak,
butun son yo'q. Birdan bir aralықта. Demak, soni quyidagilar qaysi biriga qoldirgich bo'linadi? Bu yerda 2014 ga bo'linadi. 2015 ni 2014 va 2024 ko'paytirsak, bu yerda 2020 natijada ozosi plus 2024 kelib, bu yerda hammasida 2024 ko'paygan 2014 ga. Demak, bu yerdan 2014 bo'lgandagina qoldirgich bo'linadi. 25-savol quyidagi mulohazalardan to'g'risi belgilang. 98 sonining bo'luvchilari soni 11 ta. Bu noto'g'ri, chunki 98 ning bo'luvchilar soni 6 ta ekan. Uchburchakning tashqi burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng emas, 360 gradusga teng. Aylananing yuzi pi kvadrat. Aylananing yuzi yo'q. 1001 soni murakkab sondir. 1001 son 7 ga bo'linadi. U holda 1001 soni murakkab. Demak, bu yerda faqat bir javob to'g'ri ekan. 26-savolda hisoblang deyapti. Bu savol o'tgan variantlardan ham bor edi. Ham asoslari bir xil bo'lgani sababli bitta asosda ko'paytma shaklida yozib borish mumkin. Bu yerdan ko'rib turibmizki, logaritmik asosga 1 taqsim 16, uni logaritmik asosga ko'ra 2 ni minus 4-si deb yozib oldik va bizda minus 4 chiqdi. Bu yerda hisoblang deyapti. 27-savolda bu yerda 180 sinus 180 gradusga yozdik. Sinus 180 ni 180 plus 1 va hokazo 180 ni 180 plus 2 deb 359 ni sinus 180 plus 179 deb yozib oldik. Chunki bu yerda sinus 180 plus 1 minus sinus 1 ga teng, sinus 180 plus 2 minus sinus 2 ga teng va bu yerda sinus 1 bilan minus sinus 1 plus sinus 2 bilan sinus 2 lar qisqarib ketib va hammasi qisqarib ketar ekanmiz. Bu yerdan javob sinus 179 bilan ham minus 179 qisqarib ketib, natijada 0 qolar ekan. Agar x plus y teng 7 bo'lsa, x y 10 bo'lsa, qiymatini toping deydi. Biz x ko'p plus y ko'pni ko'paytiruvchilarga ajratib yoyib yozdik va bu yerda x plus y bu x plus y cos kvadrati minus 3x deb yozdik. X plus y 7 ga teng, 7 ning kvadrati minus 30 teng 7 ko'paygan 13 teng 133 ga teng. 29-savol 2022 son to'plovchilar yig'indisini toping deyapti. Bu yerda 2022 ga 3 ga 337 ga bo'linar ekan. Ularning yig'indisi 342 ga teng ekan. Keyingi savol son ifodaning oxirgi raqamini toping deyapti. Demak, 7 ni oxirgi raqam 2027 4 ta birdan takror kelgan sababli 3 qoldi. Demak, 3-chi ularda 3 ga teng ekan. Holda 78 ni 3 ga ko'paytiramiz va buning ham oxirgi raqami 4 ga teng. Bu yerda 9 ning tok darajasi juft darajasi 9 bilan, tok darajasi 1 bilan tugaydi. Bu yerda demak tok darajasi kelyapti. Tok darajasi 9 bilan tugagani sababli 9 ko'paygan 3 7 ga teng. 4 dan 7 ni olsak bittani olib beramiz. 14 dan 7 ni ayirganda 7 chiqadi oxirgi raqam. Bizlar demak bu D javobga to'g'ri keladi. Demak, videoni shu yergacha ko'rib bir nima o'rgangan bo'lsangiz, biz maqsadimizga yetdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.